Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana yangi taqvo tandirkanlar basamizlar chiqib qoldi. Xudo xolasa mana ventilyatorlarda sovutyapmiz. Mana qip-qizil qarsillab chiqqan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana ko'kizli go'shti. Mana qip-qizil qarsillab yarqillab chiqqan. Bemalol uzoqqa ham bemalol ketayotgan qilib mana shu ventilyatorlarda sovutib, keyin konditsioner tagiga qo'yib yaqdakkina qilib keyin jo'natyapmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammani Alloh taolo iymonini salomat qilsin. Hech ham kasal bo'lmang, bola chaqalaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolo hech qachon hech kimni sharmanda qilmasin. Kimga yaxshi niyatlar tilaversa, Alloh taolaning farishtalari o'zingga ham deb turar ekan. Kimga yaxshi niyatlar qancha qilaversa ham, Alloh taolaning farishtalari o'zingga ham deydi. Yurtimizni duo qilaylik. Ota-onalarimizni duo qilaylik, o'tganlarimizni duo qilaylik. Ilohi bor Xudoyo, bu dunyoda ham, oxiratda ham hammamizni iymonimizni Alloh taolo salomat qilsin. Erta qiyomatda jannatlarda payg'ambarimiz safida, sahobiylar, tobiinlar, aziz avliyolarning safida Allohning jamolini ko'rishni barchamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Salomat bo'linglar.